Ha, bu devor haqida ma'lumotlar yana, qo'shimcha ma'lumotlar. Bu devor mayli, tagiga piyoz, kartoshka, chesnok ekib tashlashdi. Bu devorda qadimiyligi bularga bir tiyin ekan. Mana kartoshkalari chiqib qolgan. Mana yoqda chesnoklari xuddi bizga o'xshab. Hozir mana bu eshikdan kirishga harakat qilamiz. Men Konstantin eshigida zabt etib qo'ya qolamiz, urishib o'tirmaymiz. To'g'ri kelishni tushuntirib beramiz-da. Mana eshigidan kirgizsa kiramiz, kirmasa yo'q. Eshigi ochiq ekan, как раз kirmasak bo'lmaydi aka. Karvonsaroy ekan shekilli o'zi. Ana men darvoza videoga zabt etadigan qalamiz. Hatto zubachishkamiz ham yo'q, lekin zabt etamiz. Bu yerda pishaklar jannat ekan, kayf ekan. Pishak bo'lsam shu yerda Istanbulda yashashni orzu qilardim. Ko'pma yozuvlar. Qadimiy. Nima deb yozganini bilmayman lekin. Bu yerda oti bilan kelib, otidan tushgan shu yerga. Bu yoq otxonaga ketgan, bu yerga kirgan. Bu yog'i bu yoqda. Menimcha bo'ldi, qaytib ishlagan bo'ladi, zabt etib bo'ldi.